Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi 4-ma'ruzamiz maxsus nasoslarga ataladi. Rejaga asosan 7 ta savolga javob izlaymiz. Demak, birinchisi rotorli nasoslar, ikkinchisi plastinali rotorli nasoslar, uchinchisi vintli va oqimli nasoslar, to'rtinchisi propellerli nasoslar, beshinchisi montajyo'lar haqida ma'lumot, oltinchisi gazliklar haqida tushuncha, yettinchisi erkliklar haqida ma'lumot beramiz. Ishlab chiqarishda suyuqliklarni uzatish uchun markazdan qo'shma va porshili nasoslardan tashqari maxsus nasoslar ham ishlatiladi. Maxsus nasoslar qovushqonligi yuqori bo'lgan, juda ifloslangan chuqur quduqdagi suyuqliklarni uzatish uchun qo'llaniladi. Maxsus nasoslar sifatida rotorli, ya'ni shesternali, plastinali, vintli, propellerli, gazli, erlit va montajyo'lar ishlatiladi. Qovushqonligi juda yuqori, ifloslangan va uzatilishi qiyin bo'lgan suyuqliklarni uzatish uchun rotorli nasoslardan foydalaniladi. Bu nasoslarda suyuqlik aylanuvchi mexanizmlar harakati vositasida uzatiladi. Rotorli nasoslardan klapan va havo qalpoqchalarining yo'qligi bilan farqlanadi. Rotorli nasoslar o'z navbatida plastinali va shesternali nasoslarga bo'linadi. Demak, nasos qobig'ida o'zaro ilashgan holatdagi uzluksiz aylanib turuvchi shesternlar jufti joylashgan. Buni rasmda ko'rishingiz ham mumkin. Shesternalar aylanganda bir shesternaning har qaysi tishi ilashgan holatdan chiqib, ikkinchi shesternaning chuqurchasidagi tegishli hajmni bo'shatadi. Yig'gich rezervuardagi atmosfera bosimi ta'sirida suyuqlik bo'shagan hajmga so'riladi. Shesternaning keyingi aylanishida tishlar orasidagi suyuqlik tishlar bilan birgalikda so'rish sohasidagi haydash sohasiga o'tadi. Demak, shesternali nasosning prinsipal sxemasi mana rasmda tasvirlangan. Bu yerda birinchi raqamda qobiq turibdi, ikkinchi, uchinchi raqamdagilar bir-biriga ilashgan tishli shesternalar hisoblanadi. To'rtinchi so'ruvchi patrubka, beshinchi haydash patrubkasi hisoblanadi. Shesternaning tishlari yana qaytadan ilashgan paytda ikkala shesternaning tishlari orasidagi chuqurchalarni to'ldirilgan suyuqlik siqib chiqariladi va haydash trubasiga o'tadi. Shesternali nasoslar katta aylanishlar chastotasiga ega. Shuning uchun ularning tez aylanadigan dvigatelning valiga bevosita ulash mumkin. Ular konstruksiyasining soddaligi, ishonchli ishlashi va o'lchamlarining kichikligi va arzonligi bilan boshqa nasoslardan ajralib turadi. Shuning uchun shesternali nasoslar amalda keng ishlatiladi. Plastinali rotorli nasoslarning ham ishlashi prinsipi porshili nasoslar kabi ish bo'shlig'i hajmining kamayishiga asoslangan. Bu nasos katta silindrdan iborat bo'lib, uning kengligi bo'yicha eksentrik ravishda rotor joylashgan. Mana plastinali nasosning prinsipal sxemasi. Bu yerda bir rotor, ikkinchisi demak korpus, uchinchi plastinalar, 4 bo'shliq, 5 so'ruvchi patrubka, 6 uzatuvchi patrubka hisoblanadi. Silindrning ichidagi korpusga to'g'ri burchakli plastinalar o'rnatilgan. Rotorning aylanishi natijasida bu plastinalar markazdan qo'shma kuch ta'sirida silindrning ichki yuzasiga mahkam zishlanib, demak, o'roqsimon ish bo'shlig'i korpusi va rotor orasidagi kameralardan ajratib turadi. Plastinalar so'ruvchi patrubkadan nasosning vertikal o'qi tomon harakatlanganda har bir kameraning hajmi kengayadi. Natijada kamerada siyraklanish hosil bo'lib, so'rish patrubkasi orqali suyuqlik so'riladi. Plastinalar vertikal o'qdan rotor yo'nalishi bo'yicha aylanma harakat qilganda kameraning hajmi kichiklashadi va suyuqlik nasosdan sizib uzatish trubasiga beriladi. Rotor aylanishi natijasida plastinalar vertikal o'qqa tomon harakatlanganda proses, ya'ni jarayon yana takrorlanadi. Plastinali rotorli nasoslar toza holatdagi qovushqonligi yuqori bo'lgan suyuqliklarni uzatish uchun ishlatiladi. Vintli nasoslar haqida gapirganda shesternali nasoslar singari ishlaydi. Ular ham suyuqlik so'rish sohasidan vint
o'yiqlarining o'lchamlari orasidagi oraliqqa kiradi va vintning aylanish o'qi yo'nalishi bo'yicha haydash sohasiga o'tadi. Mana vintli nasosning prinsipial sxemasi o'z ko'rib turganingizdek, demak bir qobiq, ikkinchi silindr, 3 vint, 4 so'rish patrubkasi, 5 esa haydash patrubkasi hisoblanadi. Vintli nasoslar suyuqlikni bir me'yorda uzatadi. Nasosning vali bevosita dvigatelning valiga biriktiriladi. Uzatilayotgan suyuqlik miqdorini oshirish uchun vintli nasoslar ishlatiladi. Bu nasoslar ham qovushqonligi yuqori bo'lgan suyuqliklarni uzatish uchun ishlatiladi. Oqimli nasoslarning ishlashi va ish suyuqligining kinetik energiyasidan foydalanishga asoslangan. Bu suyuqlik nasos haydayotgan suyuqlik bilan aralashib, o'zining kinetik energiyasining bir qismini unga beradi va hosil bo'lgan aralashma tarmoqqa haydaladi. Ishchi suyuqlik sifatida bug' yoki suv bug'i ishlatiladi. Mana uning oqimjali nasosning prinsipial sxemasi. Demak, bu yerda soplo, 2 aralashish kamerasi, 3 diffuzor, 4 so'rish patrubkasi hisoblanadi. Soploga bosim nasos hosil qiladigan bosimdan ancha katta bo'lgan ishchi suyuqligi beriladi. Ish suyuqligi torayib boruvchi soplodan o'tayotganda bosimning bir qismi yo'qotadi va natijada tezligi ortadi. Soplodan chiqish oldida ish suyuqligining oqimi atrofida siyraklangan bosim vujudga keladi. Turba orqali haydayotgan suyuqlik so'rish trubasi yordamida aralashtirgich kamerasiga so'riladi va ish suyuqligi bilan aralashadi. Shu usulda olingan aralashma diffuzorga yuboriladi. U yerda suyuqlikning tezligi kamayadi, bosim ortib haydash trubasiga o'tadi. Oqimli nasosning konstruksiyasi sodda, ularning harakatlanuvchi detallarining yo'qligi bilan boshqa nasoslardan farq qiladi. Oqimli nasoslarning foydalanish koeffitsiyenti yuqori emas, ular tez ishdan chiqadi. Shu sababli qimmat turadigan nasoslarni ishlatish nomaqbul bo'lgan joylarda ulardan foydalaniladi. 4-chi savolimizga agar keladigan bo'lsak, propellerli nasoslar kam naporli ko'p miqdordagi suyuqliklarni uzatish uchun ishlatiladi. Propellerli nasoslar ko'pincha bog'latish apparatlarida suyuqliklarni sirkulyatsiya qilish uchun qo'llaniladi. Bu nasoslarning ish g'ildiraklari shaklidagi bir necha vinsimon kurrakchalardan iborat. Buni rasmdan ham ko'rishingiz mumkin. Mana propellerli nasosning ko'rinishi. Demak, A nasos ish g'ildiragidagi tuzilishi, B esa tashqi ko'rinishi hisoblanadi. Bu nasoslarni ba'zan o'qli nasoslar ham deyiladi. Chunki suyuqlik ishchi g'ildiragida vinsimon kurrakchalari bilan qamrab olib, g'ildirak oqimining yo'nalishi bo'ylab aylanma harakat qiladi. Propellerli nasoslar hosil qiladigan bosim unchalik katta emas va ularning so'rish balandligi ham kichik, 3 metrgacha yetadi. Lekin ish unumdorligi yuqori bo'ladi. Ularning tuzilishi oddiy, ixcham, vazni yengil, foydalanish koeffitsiyenti markazdan qochma nasoslarning foydalanish koeffitsiyentiga nisbatan birmuncha yuqori. Bunday nasoslar ifloslangan suyuqliklarni ham uzata oladi. Montejurlar haqida gapiradigan bo'lsak, demak, ular ifloslangan, agressiv va radioaktiv suyuqliklarni siqilgan havo yoki inert gazlarning energiyasi yordamida ancha yuqori bo'lmagan balandlikka uzatish uchun ishlatiladi. Montejurlar gorizontal yoki vertikal silindrsimon qopqoq yordamida zich yopilgan bo'lib, qopqoqqa 3 ta patrubka o'rnatilgan bo'ladi. Mana montejurning prinsipial sxemasi. Demak, birinchi raqamda idish, ikkinchi suyuqlik kiradigan kran, uchinchi siqilgan gaz beriladigan kran, to'rtinchi atmosfera bilan bog'lanadigan kran, 5 vakuum bilan bog'lanuvchi kran, 6-chi esa demak uzatish patrubkasining krani hisoblanadi. Bu patrubkalar yordamida montajga uzatilayotgan suyuqlik siqilgan havo beriladi. 3-chi patrubka esa montaj ichiga
uzatuvchi truba bilan biriktiriladi. Montajuga suyuqlik truba orqali kranning ochiq holatdagi atmosfera bosimi ostida berilsa, havo krani ochiq bo'lishi kerak. Agar montajuga suyuqlik vakuum ostida berilsa, bunda montejudagi vakuum krani ochiq bo'lishi kerak. Monteju suyuqlik bilan to'ldirilgandan keyin suyuqlik tushayotgan hamda havo va vakuum liniyalari bilan ularning kranlari berkitiladi. Suyuqlikning uzatish uchun montejuga kran orqali siqilgan havo beriladi va uning bosimi manometr orqali kuzatilib turadi. Siqilgan havo bosimi ta'sirida suyuqlik orqali haydash trubasi orqali yuqoriga ko'tarilib, ochiq kran orqali uzatiladi. Montejudagi suyuqlikning uzatib bo'lgandan keyin siqilgan havo beruvchi va uzatuvchi kranlar berkitilib, havo krani ochiladi va jarayon takrorlanadi. Agar uzatilayotgan suyuqlikning bug'lari havo bilan portlovchan, alangalovchan aralashmalar hosil qilsa, bunda siqilgan havo o'rniga inert gazlar ishlatiladi. Monteju ko'pincha suyuqliklarni filtr apparatlariga uzatish uchun ishlatiladi. Chunki suyuqliklar bir xil me'yorda va gidravlik turtkissiz uzatiladi. Montejuning tuzilishi oddiy, yasash oson, harakatlanuvchi qismlari yo'qligi sababli korroziyaga uchramaydi, apparat tez yedirilib ishdan chiqmaydi. Gaz liftlar haqida gapiradigan bo'lsak, demak, gaz liftlar chuqur quduqdagi suyuqliklarni yuqoriga ko'tarish hamda kimyo sanoatidagi ba'zi jarayonlarda gaz bilan suyuqlik o'zaro ta'sir qilganda ularning aralashish sirkulyatsiyasini tezlatish uchun ishlatiladi. Agar gaz lift suyuqlikni sirkulyatsiya qilish uchun ishlatilsa, u holda apparatning ichida uning o'qi bo'ylab ikki tomon ochiq bo'lgan vertikal truba tushiriladi. Buni rasmdan ham ko'rishimiz mumkin. Trubaning suyuqlikka botirilgan pastki qismi sopli orqali siqilgan gaz beriladi. Mana sxemasini ko'radigan bo'lsak, demak pastdan gaz berilib, suyuqlik va gaz aralashmasi yuqoriga ko'tariladi. Xo'sh. Airliftlarning demak ishlashi tutash idishlarning ishlash prinsipiga asoslangan. Airlift ko'tarish trubasidan siqilgan havo beruvchi truba va aralashtirgichdan iborat. Demak, buni rasmdan ham ko'rishimiz mumkin. Truba orqali berilgan siqilgan havo aralashtirgichda suyuqlik bilan aralashib hosil bo'lgan suyuqlik va gaz aralashmasining solishtirma og'irligi idish ichidagi suyuqlikka nisbatan past bo'lganligi uchun ko'tarilish trubasi yuqoriga qarab ko'tariladi. Suyuqlik va gaz aralashmasini ko'tarish trubasi chiqayotgan ajratgichga urilib, gaz ajralib chiqib ketadi va suyuqlik yig'gichga tushadi. Airliftlar har xil suyuqliklarni, shu jumladan kislota, ishqorlarni yuqoriga ko'tarish uchun ishlatiladi. Airliftlarning tuzilishi oddiy, ortiqcha mexanizm va harakatlanuvchi qismlari yo'q. Bundan tashqari airliftlar yuqori temperaturada ham ishlayveradi. Airliftlarning foydali koeffitsiyenti juda ham kichik. Unumdorligi ham kam. Siqilgan havo berish uchun ortiqcha kompressor qurilmalari talab etiladi. Shuning bilan 4-ma'ruzamiz tugadi. Sog' bo'linglar.